Pishiriq tayyorlashni umuman bilmayman deydigan qizda ham 100% o'xshab chiqadigan tvorojniy retsepti bilan keldim. Qachongacha pishirish bilmayman deb bahona qilasiz. Bu retsept bilan sizniki 100% o'xshab chiqadi. Bizga tvorog kerak bo'ladi. Men Pure Milk'ning tvorogidan foydalandim. Chopperga tvoroglarni sovoldim. Ketidan bolalikdagi ta'mni eslatuvchi Pure Milk'ning smetanasidan solamiz. Bitta tuxum chaqamiz, shakar solamiz va chopperda однородный massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir chetga olib qo'yamiz. Elangan unimizga xona haroratida sal yumshagan margarin yoki sariyog'imizni solib, urvoq holiga keltirib olamiz. Tayyor urvog'imiz ustidan razrıhlitel solamiz. Uni ketidan shakarni solib, yana bir aralashtirib olamiz. Uyimizda bor qolipga tayyorlasak bo'ladi. Menda shunaqa dumaloq qolib bor edi. Xohlasangiz listda pishirsangiz ham bo'ladi. Urvog'imizdan yarim kosa olib qo'yamiz. Qolganini hammasini qolipimizga solamiz. Tekislab olamiz. Ustidan tvorogli massamizni solamiz va eng ustiga boyiga olib qo'ygan urvog'imizni sepib chiqamiz. Xohishga ko'ra oxirida ustiga shakar sepib forsanglar bo'ladi. Yanada kumur mazali bo'lib chiqadi. Agarda jashira yoqtirmasanglar, solmasanglar ham bo'ladi. 180 gradusda 40-45 minutda pishirishga yuboramiz. Shunaqangi mazali, sochniy bo'lib chiqadi. Oila a'zolarim juda ham yaxshi ko'rib yeyishadi. Videoni yoqqan bo'lsa like bosib, albatta tayyorlab ko'ring, do'stlaringizga yuborib qo'ying.